Duxovkada xil bo'lib pishadigan tovuq oyoqchalari. Oyoqchalarni terisini tanasidan judo qilib, yaxshilab yuvib, pichoqni uchi bilan shunaqa teshichalar qilamiz. Orasiga yaxshilab tuzla kirishi uchun suvga tuz solib, nonko'pli suvimizga oyoqchalarimizni solib qo'yamiz. Ustini yopib, yarim soatga olib qo'yamiz. Uyda anchadan beri yilmayotgan jo'xorini pishirib olamiz. Marinovka uchun mayonez, shirin paprika, maydalangan koriander solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massalarimizni oyoqchalarimizga surib chiqamiz. Shunaqa ketma-ketlida qolipimizga yoki duxovka listiga terib chiqamiz. Ustiga albatta sariyog' qo'yib chiqamiz. Oyoqchalarimizni qizib turgan duxovkaga 200 ni uyaltirib qizartirgani jo'natib yubordim. 10 daqiqa 220 gradusda qizartiramiz. Garnir uchun kartoshkalarimizni yaxshilab yuvib, poderevensga tayyorlaymiz. To'g'ralgan kartoshkalarimizni ustiga shirin paprika, koriander, tuz va ozgina yog' quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz va 5-10 minutga olib qo'yamiz. Endi guruchli garnirimizni tayyorlaymiz. Qizib turgan qozonchamizga sariyog' solib, yuvilgan guruchlarimizni solib, ko'p emas, ozgina tab berib yuboramiz. Kerakli miqdorda suv solib, ustini yopib, pasorodda dimlab qo'yamiz. Bu orada duxovkadagi oyoqchalarimizni usti qizargandan keyin har bittasini orqasini o'girib chiqamiz va yana qizartirishga duxovkaga yuboramiz. 10 minut turgan kartoshkalarimizni list qog'oziga shunaqa bir tekis qilib terib chiqamiz. Duxovkaga 25 minutga pishirishga jo'natamiz. Bu orada pishgan jo'xorimizning donachalarini ajratib chiqamiz yoki kesib chiqamiz. Sizlar tayyor konserva jo'xori solsanglar ham bo'ladi. Meni uyimda ortiqcha bo'lgani uchun o'zimga shunaqa ish ko'paysa ham pishirib sola qoldim. Lekin mazasi konservalangan jo'xoridan ancha yaxshi. Bu orada yana mehrtalab oyoqchalarimiz duxovkadan mehrtalab oyoqchalarimizga shunaqa sellarni quyib turamiz pishguncha. Oradan vaqt o'tib derevenskiy va tovug'im pishdi. Ishonsanglar duxovkadan olishim bilan svetimiz o'chdi va oxirgi finalni videosi shunaqa holatda olindi, lekin mazasi juda ham shirin chiqdi. Albatta qilib ko'ringlar.